Shartnomalar shakliga ko'ra yozma yoki og'zaki shaklda tuzilishligi mumkin. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, yozma shaklda tuzilishi shart deb belgilangan shartnomalar albatta yozma shaklda tuzilinadi. Bunda nikoh shartnomalari, ish beruvchi bilan tuziladigan shartnomalar va qarz shartnomalari nazarda tutilgan. Qarz shartnomalarining miqdori minimal baholash miqdorining 10 barobaridan yuqori bo'lgan summadagi qarz shartnomalari albatta uchinchi shaxsning guvohligida bo'lishligi shart. Uchinchi shaxs bu notarius hisoblanadi. Undan kam bo'lgan summadagi qarz shartnomalari og'zaki yoki tilxat asosida tuzilishligi mumkin. Og'zaki shaklda tuzilishi mumkin bo'lgan shartnomalar undan tashqari pudrat shartnomalari ham hisoblanadi, ya'ni xizmat shartnomalari. Aytaylik, siz taksini chaqirasiz, u sizni manzilingizga eltib qo'yadi, u so'ragan pulni berasiz, kelishilgan summadagi pulni berasiz. Bu ham pudrat shartnomasi hisoblanadi. Yoki quruvchilar, ustalar bilan qilinadigan shartnoma ham pudrat shartnomasi hisoblanadi. Ustalar ham og'zaki shaklda shartnoma tuzib ishlashlari mumkin. Demak, nikoh shartnomasi albatta davlat ishtirokida bo'ladi. Qarz oldi-berdi shartnomasi minimalkadan 10 barobaridan yuqori bo'lgan summada albatta uchinchi shaxs davlat tomonidan guvohlik bilan bo'ladi. Qarz shartnomasi ham 10 barobardan yuqori bo'lganda davlat ishtiroki bilan bo'ladi. Mehnat shartnomalari ham yozma shaklda bo'ladi, lekin pudrat shartnomalari bundan mustasno. Agar amaldagi qonunchilikda nazarda tutilgan shaklda shartnomalar tuzilmagan bo'lsa, norozi tomonning arizasini sud ko'rib chiqmaydi. Keyingi videomiz majburiy sug'urtalar haqida bo'ladi. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'ying.